tuyg'usi senda yo'q bo'lsa, marhamat tuyg'usi senda yo'q bo'lsa, ey tutgan ro'zangning ne ma'nosi bor? Ey tutgan ro'zangning ne ma'nosi bor? Uyingda miskinga taom yo'q bo'lsa, uyingda miskinga taom yo'q bo'lsa, bir ay och qolishning ne ma'nosi bor? Ey bir ay och qolishning ne ma'nosi bor? Agar tarozidan ayirib qolsa, tiling zahar kabi yurak og'ritsa. Agar tarozidan ayirib qolsa, tiling zahar kabi yurak og'ritsa. Qo'ling pora olib poralar bersa, qo'ling pora olib poralar bersa, o'qigan namozingning ne ma'nosi bor? Ey o'qigan namozingning ne ma'nosi bor? Yolg'ondan ont ichib savdo qilganlar, haqiqatdan xabarsiz xato qilganlar. Yolg'ondan ont ichib savdo qilganlar, haqiqatdan xabarsiz xato qilganlar. Haqsizdan pul olib haqli qilganlar, haqsizdan pul olib haqli qilganlar. Hajga borib kelmoqning ne ma'nosi bor? Ey hajga borib kelmoqning ne ma'nosi bor? Qurganlar, yetimning haqqini bo'lib yeganlar. Ey harom pullari bilan qo'rg'on qurganlar, yetimning haqqini bo'lib yeganlar. Yolg'on so'zlab kimnidir baxtsiz qilganlar, yolg'on so'zlab kimnidir baxtsiz qilganlar. O'lganida Yosinning ne ma'nosi bor? Ey o'lganida Yosinning ne ma'nosi bor? Namoz ham ro'za ham muhim birodar, vijdonli bo'lish qiyin birodar. Namoz ham ro'za ham muhim birodar, vijdonli bo'lish qiyin birodar. Yaxshi inson bo'lish muhim birodar, yaxshi inson bo'lish muhim birodar. Amalsiz Qur'onning ne ma'nosi bor? Amalsiz Qur'onning ne ma'nosi bor?